Kitob insonni kamolot sari yetaklovchi eng ishonchli yo'ldoshdir. Har bir o'qilgan sahifa yangi bilim, yangi tafakkur va yangi imkoniyat demakdir. Bugun Baxmal tuman axborot kutubxona markaziga bir-biridan qimmatli, mazmunan boy va rang-barang yangi kitoblar kelib tushdi. Ushbu adabiyotlar ilm va tafakkur izlovchi, hayotiy tajribani boyitishni istagan har bir kitobxon uchun mo'ljallangan. Yangi kelgan kitoblar orasida badiiy adabiyotlar, ilmiy, ommabop nashrlar, tarixiy asarlar va tarbiyaviy yo'nalishdagi kitoblar mavjud. Har bir kitob bilim xazinasi, har bir mutolaa esa inson tafakkurini boyituvchi bebaho manbadir. Kutubxona bu faqat kitoblar jamlanmasi emas, bu ilm, ma'rifat va ma'naviyat maskanidir. Bu yerda siz sokin muhitda mutolaa qilib, bilimlaringizni mustahkamlashingiz va bo'sh vaqtingizni mazmunli o'tkazishingiz mumkin. Aziz kitobxonlar, sizni Baxmal tuman axborot kutubxona markaziga taklif etamiz. Yangi kelgan kitoblar bilan tanishing, bilim oling, mutolaa zavqini his eting. Unutmang, kitob o'qigan inson kelajagini quradi.